Juda ham boy erkaklardan eshitadigan gaplarimiz shunday bo'ladi. Meni ayolim juda ham ko'p nolayapti. Hamma narsasi bo'lsa, yegani oldida, yemagani orqasida bo'lsa, muzlatgichda ichida hamma narsasi bor, oyog'in tagida mashinasi bor. Nima ishi bor men bilan, men nima qilyapman degan gapni gapirishadi. Hurmatli erkaklar, bu yerda siz katta xatoga yo'l qo'yasiz. Uzr, mingdan ming uzr. Lekin biz ayollarga mehr ham kerak. Kim aytdi sizlarga? Sizlar hamma narsani qilib qo'yinglarda va xiyonat qilishlari mumkin. Kim bilandir sevishlari mumkin degan gapni kim aytdi? Qaysi ayol ruxsat beradi? Hech qaysi ayol ruxsat bermaydi. Chunki deganda er bermoq, jon bermoq degan gap bor. Biz ayollar o'zimizni turmush o'rtog'imizni juda qizg'anamiz. U qanday inson bo'lishidan qat'iy nazar, u boymi, kambag'almi, bizga buni farqi yo'q. Biz o'zimizni turmush o'rtog'imizni kim bilandir bo'lishib yashashga chiday ololmaymiz. Faqat bizniki bo'lish kerak.